Yaxshimizlar ko'pchilik bugun o'tilmoqchi bo'lgan darsimiz erimchik tort. Bu tortimizni tayyorlash uchun 90 gram pralnik bilan 30 gram yong'oq mig'ini aralashtirib, uni holdiga kelib olamiz. Aralashmamiz tayyor bo'lgandan keyin 40 gram eritilgan seriq mayni ikkisini birga aralashtiramiz. Ondan qilibni chigmay qog'oz silab, takshilab, chong besib qo'yamiz. Qaymoq uchun 2 tal tuxumni chaqib tayyorlab ep qo'yamiz. Ondan qaynoq suvning ustiga ayna qachimizni quyib, 200 gram qaymoqlik irimchik, 150 gram qatiqni silib, erigichilik yaxshi aralashtirib tayyorlaymiz. Bu aralashmamizning ustiga 150 gram sap qaymoqni silib, yana yaxshi ko'ptiramiz. Buning ustiga tayyor qilib olgan tuxumni to'kib aralashtiramiz. Ondan 150 gram qaymoq, 15 gram limon sharbati, 70 gram shakar, 14 gram kraxmalni silib, takshi aralashtirib tayyorlaymiz. Tayyor bo'lgan aralashmamizni algakdan o'tkazib, to'nglatg'iga sepib qo'ygan pralnikning ustiga to'kamiz. Ondan qalbimizni lisning o'ttirsiga qo'yib, 80 gradusli qaynoq suvni lisga qo'yib, duxovkamizga solamiz. Duxovkamizni 160 gradusda to'g'rilab, 60 minut atrofida pishirib olib olsak bo'ldi. Pishib chiqqandan keyin sovutib, to'nglatg'iga bir oqshom silib qo'yib, ondan 2 kun iste'mol qilsak bo'ldi. Buning ta'mi bek esil, bek yeyishlik chiqadi. Cho'qim sizlarni oilalarda bir sinab tetib yiqinglar. And the ships that just move apart. I thought it would be easier.